Qora sochlar mana buni olib. Videoda gördüm böyle. Батон там же забор железный был такой. Сетка была до дома, гуляла полом. Наверное, поставил забор. Endi hozir bu tomonga katta xona bo'lyapti. Nazmanda yeşil sekmeydim. Yeşil sekmeydim da. Bo'ladi. Andijon kapitallar ha. O'rtoqda bo'ladi menga. Taslim chalmadi va shu stili. U olamni uchinchi tevada o'qibdi. Komorga o'xshayapti. Boshing o'tdi-ku uni. Yine bu nasıl olmuş? Bana çıkarınca aşık. Этот запах. Neden bulamulaji? Yoshligimizda mana shu hidi bo'lgan. Hiç kaçan eşitlerim yok değil mi? Bunu qo'yib Yok. Bu var mı? Yukarıdaki bu onlar yaxshi. Uchmagan sezilyapti. Вот кто-то смотрит, видит что-то в этих глазах. Я вот из-за этого приехал, чтобы узнать, что в этих глазах можно увидеть. Кудратулла должен мне объяснить. Kallasi kuchliga tilloga mashina, o'ta kuchli. Kallasi вообще мощный. Boshqa kallasi kuchli ekan. Bu hamma kaplarga yarashaveradi bu kalla. Смотрите, какой красавчик. Ko'ziga qarab bilishadi, tinni vaqtida. Mana hozir kapital o'tirganda, jani boqadi. Voy kaptarlarda. Qadimda bu kapitallarni qadimda boylar baqib rosa maqtanishgan ekan bir-biriga. Meni sochlarim har bir chiroyli. Meni sochlarim yelkasidagi gullari chiroyli. Sendagi sochlar bilan chicha mendagilarning farqi bor. Mendagilar haqiqiy gullari sochli guli deb mana shu soch kaptarni ham gulini abdenlik qilib seleksiya qilishgan ekan.
Shuning uchun men ham doim aytaman, soch boqadiganlarga mendagi sochlarni guli g'alib boshqacha. Buni endi tushunchasi yuqori parvozlar, tushunib ajratadi. Sochi soch qolamas, kattalar soch yakkan deylar. Ola bular, u sochlar. Asli sinoda ham tuxum qo'yib shekillangan o'tili. Yo'q, hali qo'ymabdi. Bola ochib chiquvdi. Asli Maksimga berganman asli. Bola. Qo'sh berdim. Yo'q, ko'pchilik to'pasi ekan-da. Otmoqchi bo'lyapti. Uni oladi. Men ko'pchilik o'tda yursam, uni ol. Bunlar ham bunaqada, u qarang ko'rdi. Ha? Ha, ko'p ko'zlar. Голубые глаза. Я хотел увидеть чигар гёс. Chaqir ko'z. Chag'ir gёs. Chaqir ko'z. Qaysinisi bu? Chag'ir gёs. Mashumi? Yo'q, hozir. Bu yerda ham kattalar bir xil hamma. Вот qarasiz, kallalari разные. Ha, har xil kallar. Вот, а shu почему bir xil bo'lmagan? Shu manda Bir xil bo'lmaydi прям anja. крутится в голове. Eski ko'zlar. Tumshug'dan toza tumshuq galangi marvaridni rangiga o'xshash kerak, tozasi. Kun qo'yib chekili, Untirishni o'tmaydi. kun qo'yib. Komanda ko'chada yuruvdimi? Mashq brilliant chiziqchalar. Qarayda brilliant. Yaltirayapti. Brilliant o'ziga qaraysiz. Xuddi shunday chiziqchalar. Brilliant izumrud тоже есть. Izumrud ichkariroqda, brilliantni orqasida turibdi. Izumrud ichkarida. Quyosh tushib Yaltirayapti-da. синий глаза, синий века. Tumshug'i ham Ko'p.
Kulüp ham ko'p. Ha, kulübü ham ko'p. Siyli kulüp siyli. Oq ko'zlar ham bor. Bu ham ko'p ko'z. Juda tuxumga qo'yish, tuxumga harakat. Qizil ko'k bor deydi hozir ishlar. Juda qanday. Buni chinligiga qanday. Shu ustiga mana bu yerda parda ham farqi bo'ladi. Mana chim glaza o'taydi. Muzlar yo'qmi bu chim glaza. Chim glaza. Siniy kulib glaza chim glaza. Do'qini yorib. Mana. Lekasini. Bu chilko'z Ildor aka. Eng kuchli ko'z hisoblanadi Andijonda kapitallarni. Hozir ko'ziga qaramay qo'yishgan, farqi yo'q bo'lib qolgan hozir parvozlarda. Jasadiga qarashib, xatolikka yo'l qo'yishyapti. Mana shu ko'zlar 24 soat uchsa ham ko'zi hech nima bo'lmaydi. Mana shunday turaveradi, aylanadi. Keyin bularda hali qizarib qolganni havoda ko'zi achishib tushib oladi. 2 soat, 3 soat uchadi kaptarim deydi-yu. Aslan ko'zi qizilligi uchun havoda qizarib achishadi, ko'zi tushib oladi. Ulardagi achishmaydi ko'zi. Tozaligi uchun. Uchib yuraveradi havoda. Keyin bu kaptarlarda ham pari Fransa katta farq bo'ladi. Oq bilan oqni parini ham o'ziniki bo'lish kerak, oq par. Hozir oq parlik, oqlarimiz juda kamayib ketdi. Bular oq parlarni tozalari manaqa tovlanadi. Zangori, siyora tovlanadi. Odilbek yaqinlardan ko'rsatdikda tovlanadi mana shu oqlar. Parlar tovlanadi. Oldingi parvozlar mashinaga nashaqasiga e'tibor berib baqishgan. Shuning uchun Andijonning kapitallarimiz dunyo tanitili boisi mashinaqa. Oq parlari ham zangori tovlanib turadi. Qarang, mayitlarni blesklari. Hozir yangi chiqarilgan katta urug'lar bor, ularda blesk yo'q. Bundan ham katta. Bundan ham katta o'qlar. Yangi chiqarishdi ularni, Andijonda parvozlar. Bularda manaqa blesk yo'q. Men shu uchun jon kuydirdim. Qo'yinglar, buni qilib to'g'ri parlab, to'g'ri chiqaraylik. Kattalarni deyishimi boisi shu. Bular bilan shuning uchun tortishib, bo'lmasam bular bilan tortishmayman. Manaqa to'g'ri baqishsa, to'g'ri gaplar o'ylashsa. Meni bular yomon ko'rishadi. Ularga to'g'ri gap farqi yo'q. Bu yerda haligi oldi sotdi ketyapti. Mayli bo'laversa unisi. Lekin kapitallarimiz aynitib qo'yishimizga haqqimiz yo'q. Bularni seleksiya qilish uchun yillar, asrlar vaqt ketganda, u kerak bo'lsa 3 asr 800 yil, 900 yil vaqt ketgan. Oqni отдельный qilib seleksiya qilib, childi svetnoy kapitallarni отдельный qilib, gulini kegizib berib, childi ham o'zini guli bo'ladi, tozasini. Toza guli bo'ladi. Sochni ham shuning uchun bularda blesk bo'ladi-da, blesk. Mashinasi bilan toza hisoblanadi, qariya. Mana buni oqlarni ham, darigini ham olingda, sayrov beligi. Blesk bor, katta. Bu ashi ko'zingiz sezadi buni. Endi biz jicha spetsialistligi uchun qaramlar bilan o'rganib qolgansizlar, yaltiragan. O bitta chaqir ko'z moda bor ekan. Yo'q, halol. Endi
bular sekin. Mana shuning uchun men bu oq baqadigan parvozlar bilan ozgina tortishishim shu sabab. Qaniga e'tibor beringlar, ko'ziga e'tibor beringlar. Bular asqatganlar, eski oqlar. Ikkita samka, ikkita har xil kalla. Ko'zlari har xil. Mana shu yerda mana narigi oq ko'zga yaqinroq eski. Standart. Eski. Shu ham boshqa, boshi ham boshqa. Shuning uchun bulardan hamma ko'zlarni chiqarsa bo'ladi-da. Izimrut ko'zlari chiqadi. Endi bular aslatga oqlar, Andijonda aslatgalar, qolib ketganlarni yig'ib ko'paytiryapmiz. Eski bobolarimiz baqqan bular. Chillaga ham o'taylikmi? Bu chilo. Bu narigi kattalxonadagi mingcha piskun chiqyapti, bittasi mingcha bo'lib qolgan ekan. Qarasam bular ocha olmadi, palab qildi, bolasini surib yubordi. Katta bo'lib ketdi, buni sherigi o'zi yerga tushdi narigi. Shunday qilmasam bu nobud bo'lib qoladi. Mashincha bittasi mingcha. Bular unaqasi bo'ladi. 3 kun ovqat yemagan bu. Umri bor ekan, qarang. Bundan bo'laman mashqatlar. Hali saqlab qo'yganim deb. Hakem nima bo'lyapti? Yo'q, bu yerga katta xonasi kattalxona quryapmiz. Bu yerga Boshim buzilmaydigan bo'larkan. Bo'lmaydi. Buzilmaydigan bo'lar. Xudo xolasa bu yil harakatda bitkizib yuboramiz. Mana olib qo'ying. Nasıl simonu Nasıl bu koptu? şokoladli go'ralar, chillar, tuxumlar. Bu yerga ham tuxum surganman. Sizlar aytganlardi, sochlarga baqtirgan. Qizil to'shdan ham buni men nega qo'yib qo'yishim sababi hali mergani singani edi kattalar. Ashunga qo'yib qo'ydim. U qizil to'shga nari katakka olib qo'ydim. Nadan uçup çıkamayapti. Mergani sinib ketdi. Qizil to'shni haqiqiy hali tozalari. Bularni mana tumshug'i ko'k bo'ladi. Ko'zini ko'ryapsan, partosmagan, hozir partos bo'lyapti. Kallani другой голова, серьезный, да? И века тоже нормально. Qari haqiqiy qizil to'sh tipali. Это perida, o'zi sezyapsizmi oq tipali bilan buni farqi. Boshqa par. Boshqa par. Asvetka ham boshqa. Hali qo'yiq rang. Lekin buni o'zi standarti aytib o'tib ketdim. Mayer bo'lish kerak, endi iloji yo'q. Yo'q mayerdan, chista kesmalari yo'q. Borlari ham bor, kalla bunaqa emas. Chista abrezlari ham bor atrofda. Lekin kallalar o'zini qizil to'shni kallasi emas. Maksim aytyapti, o'zlaring teringlar. O'zinglar teringlar deyapti. Ashuni singari Maksim правильно говорит, да.
Endi sekin buni ham mana shunday qilib kiygizgan standarti. Haligi qizil listkada yutadiganlari Uzbekskiy kaptarda ham shunaqa bo'lish kerak o'zi asli. Mana shu yerdan buni bergan qonatidan lek kelish kerak. Mana to'g'ri kelish kerak. Kesilgani vujudni qarab bo'ladi, anaqa qarab bo'ladi. Yana boshqa qo'yasiz. Shunga to'g'ri kelish kerak. Asli. Tindag'ini rangi bilan tozasini tindag'ini rangi bilan tumshug'ini rangi bir xil bo'lishi kerak. Agar tumshug'i ko'ki oq bo'lib, tindag'i qora bo'lsa, aynigan kaptar hisoblanadi. Men mayli abdez bo'lib kelib, qari ham o'ziniki bo'lganda tindag'i qora bo'lib qolsa, shu birak o'zi. Listikada birinchi, ikkinchi o'rinni ololmaydi. Narsalar haqiqiy tozalar. Tumshug'ini rangi bilan tindag'ini rangi bir xil bo'lishi kerak. O'sha ba'zi go'ra hakka bilan siza hakka qo'shtirdi, bolasi ham katta bo'lyapti ekan. Jonivor. Ishtimi bo'lmadi? Go'ra hakka yuribdi. Xuddi hakka. Chiroyli chiqyapti. Ha, xuddi hakka navirdi. Da, xuddi hakka. Mononi bolasi do'qchubiydi, qo'shtirdi. Chiroyli. Какой красивый. Mana chillar ham o'sha tuqumda. Bu chillarimiz asha shokolad rangda, eski starinniy shokolad rang modada bo'lgani qadimda. Asha rang faqat o'z Andijon parodada borsa, boshqa parodada yo'q. Bularni tagi siziydi. Aslida bu siziga qo'shilganiga kamida 300 yildi bu yog'ida chiqarilgan kaptarlar. Go'ra shokoladli, siniy xvost, lo'qmalar ham joyida. Juda ham kaptar akkuratniy, raza katazan kaptar. Kaptarlar ichida ham bo'ladi, katazanlar odamlarda, insonlarda ham bo'ladi-yu. Kaptarlarning ichida ham katazanlari bo'ladi, yurishlari boshqacha bo'ladi, farqi bo'ladi. Buni ko'pchilik sezmaydi. Qani parlari ham toza, pari boshqa pari. Tushunib ko'ring. Chilli. Tozalari mana mashinlar. Tayiga dovul qizil. Shotiga dovul bardovul qizil ketgan shokolad rang. Bu shokolad rang faqat Andijon parodida bor. İlk Qo'qonda cho'kar parodada ham bor, orada chiqib qoladi cho'karlardan, melaminli cho'karlardan. Lekin moron rang baribir Andijonda bor. Bu rang boshqa parodalarda yo'q. Mashinga o'xshagan rang rasvetga chiqishi mumkin. Mana bu qo'yiq rang qadimiy starinniy rasvetga faqat almash parodada. Paypalari ham haliginaqa archa paypa, Korolevskiy, sinmaydi. Mashinda ushlaganingizda kaptar dumini yozib olish kerak. Toza kaptar dumini yozib oladi. Shunday ushlaganingizda o'zi. Ana ushlab turibman. Qarang, dumi bunday ham turmayapti. Bunday bo'lsa ham mana yayilib ketadi. Par toza, shiqiraydi. Toza kaptarni pari shiqiraydi. Bunday ushlab ko'ring-da, mana shiqiraydi. Qo'lingiz sezadi. Bu novotmi endi? Yo'q, bu chil urib go'ra. Bularni chillaga, go'rani go'raga parlasa ham bo'ladi. Uning uchun go'rani go'raga parlash uchun qanaqa paytdalik, par topolmagan paytingizda to'g'ri kelib qolsa, bitta go'ranar bor, bitta go'ra moda bor. Ikkovi ham toza bo'lsa, ko'z toz mana masalan chista chil ko'z go'ralar. Qarang. Chil ko'z go'ralar, klyusini. Parlasa bo'laveradi, go'ra bilan go'ra. Mana shunaqa kачественный. Go'ra тоже много go'ra. Много качественный malla. Bu etti kачество. Sababi mana dumni ko'ryapsizmi? Yayib. Ushlab turibman, dum yayib. Mana bunday turadigan dumlilari ham bo'ladi bizda Andijonda. Ular jichchaligina qaror bo'ladi. Oddiyroq bo'lgan kaptarlar bo'ladi. Keyin eng kuchli dum mana shu varang. Mana shu yayib oladi. Ish kiradi.
Noilalar ishqillaydimi? Hammasi shiqilmaydi. Hammasi. Shiqillaydi. Zot kaptarlar. Men faqat zot kaptar ushlayman. Oddiy kaptarlarni uncha yoqtirib olmayman. Yalta Zotlilar короче bitta ushlagangiz duniya ekan. Любой zotda. Bilinib turadi. Endi qo'lda ham sezasiz. Endi kaptarga bilimingiz bir ikki qadam kirib qolganmiz buni ichiga. Bilim, bunday qarablar ajratib olamiz. Shuning uchun obzorlarda ham mana toza kaptar deyman. Buni sotib olsak bo'ladi dedi. Bolalar mana u kaptarga qarab qo'yinglar deb. Tixonki aytib qo'yadi-da. Obzor qilayotganda orqasidan odamlar yuribdi. Mana qarab qo'yinglar deb sotib olishadi o'sha kaptar. Ha, sotilib ketyapti obzorda. Kuni boshim oldi bozorda bitta oq moda, bitta oq nar chiqdi. Gapi yo'q, rosa chiroyli ikkita oq chiqdi. Toshkent otdi obzorda. Toshkent ham kuzatadi obzorimizni. Toshkent sразу telefon qilib oldi. Gapi yo'q oq bo'ldi, boqishdi. Toshkent ko'paytiringlar, omma charchamanglar. Bu chillarda kishmish, ko'kcha, har xil kaptar chiqib keladi. Taginashi. Kaptarlarimizni boshlanishi CZ bo'lsa, CZlar seleksiya bo'lish davomida Miramirli chillar, Sirenoviy chillar chiqqan. Boshida endi bu bobolarimiz chiqqan. Keyin bular seleksiya bo'lish davomida qolgan kaptarlarimizdan sochlar ham hatto tagimas chillardan chiqqan, seleksiya bo'lgan. Keyin sochlarni addenli bir-biriga parla olish davomida addenli paro urug' bo'lib chiqqan. Zakrepli. Ha, addenli urug' bo'lib qolgan. Sochski deydi bo'lgan. Oqlarni ham ular qatirib qo'yishgan. Asi bir-biriga parla olgan, haligi durlari chiqib kelishdi, boshlab olgan oqlarni. Hozirgilar unaqa qaramayapti. Oddiy parvozlar oddiylashib ketdi. Asnaqa. Motor